telefonga qiziqadi. To'xtab turing, men internetdan zo'r narsa ko'rganman. Yuring, shuni gaplashib olamiz. Yo'q, qani ko'raylik shuni. O'zi как раз qidirib yurdim. Voy dadasi, mana qarang, Junior IT degan akademiya bor. Onlayn bemalol bolalar uyda o'tirib o'qisa bo'ladi. Bunichi eng yaxshi tomonlari aytaymi nima? Mana shu kompyuterga, telefonga ko'p qiziqadigan bolalar IT ga qiziqtiradigan metodikalari bor ekan. Xalqaro metodika uslubida dars o'tishar ekan. Undan tashqari bonusiga o'sha dasturlash kursiga ingliz tilini shundoq tekinga qo'shib berishar ekan. Ko'rdingizmi? Ber shunga. Mana yozib-ku mana yerda qara. Ha, mana yana coin tizimi ham bor. Bolalar bemalol darsga qanaqa faol yaxshi qatnashsa, o'shani sovg'aga almashtirsa ham bo'ladi. Keyin Zoom uchrashuvlari bor. Har hafta jonli muloqot bo'ladi, qo'shimcha tushuntirishlar o'tkaziladi. Undan ham eng zo'ri 24 ga 7 doimiy aloqa bor ustozlar bilan. Xohlagan payt bemalol ustozlar bilan gaplashursa bo'ladi. Xo'p, bu onlaynmi? Uyda o'tirib o'qisa ham bo'ladimi? Ha, uyda o'tirib. Mana shunda o'qiyman desam, yana yangi telefon olib beraman, yangi notebook olib beraman, Adolat. Mohliroyim. Kir bu yoqqa. Hozir oying bitta onlayn kurs topdi, Junior IT Akademiya. Bu yerda IT sohasi, programmist, mana shu o'zing qiziqib o'tirgan programmalaring o'zing yaratasan. Yana uni yaxshi o'rganadigan bo'lsang, $3000 gacha oylik olasan. Birinchi oy $3000 oyliging keyin menga berasan.